Bugungi darsimiz anchagina katta dars. Genetikani noldan terish haqida bo'ladi. Buning uchun taxlamoqchi bo'lgan sinfimizni ochib olamiz. Mana ochgan paytimizda 3 ta papka turibdi. Birinchisida o'quvchilarning yakkalik rasmlari, keyingi papkada o'qituvchilar turibdi, yana keyingi papkada istalik rasmlar turibdi. Bu istalik rasmlar hammasi internetda olingan rasmlar. Mana bu rasmlar esa sun'iy intellekt chizilgan rasmlar. To'g'ri, tabiiy chiqishni o'zimiz tushirgan bironta sinfda ventikasini qo'ysak bo'ladi, lekin biza kimnidir opa singillarni bu videoga chiqarib, masalan, uni rasmini ommaga taqdim eta olmaymiz, buni imkonimiz yo'q. U to'g'ri kelmaydi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Qo'ldan kelgancha mana shu sun'iy intellektda chizilgan rasmlar orqali sizlarga hozir bitta sinf ventikasini noldan montaj qilib ko'rsataman. Birinchi qiladigan ishimiz, masalan, mana sinf taxlamoqchimiz, buni kopiya qilib olamiz. Kompyuterga kiramiz. Masalan, ventik papkani ochib, bergan masalan zakazlar deb ochib qo'yamiz. Masalan, o'zingizga yoqqan papka oching, farqi yo'q. Keyin tashlab qo'yamiz. Qarang, tashlaganimizda bizlar to mana sinf taxlab egasi topshirmaguncha bu papkaga ko'p kirishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun papkani linkini birinchi kopiya qilib olamizda, F2 ni bosib, mana bu yerda papka qo'shib qilamizda, 10-mak 11 deb yozib qo'yamizda, linkini kiritib qo'yamiz. Bo'ldi, qo'shildi. Endi bu papka ko'p, mana sinf, mana bu sinfda taxlaganimizcha, masalan, bu papka ko'pincha yopilib ketishi mumkin. Shu payt har safar mo'y kompyuterga noldan qidirayotgandan ko'ra F2 ni bosamizda, mana shu papkani rasmini ochib olamiz. Har safar mo'y kompyuterga kirib qidirib yurgandan keyin shunisi qilay. Ochib oldik. Endi bularga birinchi o'rinda shablon tanlaymiz. Buning uchun F2 ni bosamizda, mana bu yerda PC Inventga kirib, bitiruvchiga kirib, masalan, bu sinfda mana shu yashil shablonni terib ko'ramiz. Kopiya qilib tashlab, endi aniqlashtira olamiz. Bu sinf masalan bizga panorama ventka zakaz bergan, ya'ni atroflar koja, o'rtasida rasm kichikroq chiqishi kerak. Uning uchun Ctrl Shift yumshoq X ni bosib, linikani birinchi o'rinda olib tashlaymiz-da. Mana endi panorama razmerini bir chizib olamiz birinchi o'rinda. Panorama razmeri mana bu qanaqa razmerda xuddi o'sha razmer kadrovga qo'yishga birinchi o'rinda. Bo'ldi, mana 14 ga 24 kesib oldim. Bu saqlab qo'yamiz. Keyin qarang, panorama deyapti, ichini 3 talik deyapti. Mana 1, 2, 3 ichini varoqlar to'g'ri kelyapti. Endi bu yog'ini montaj qilishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz, masalan, yuziga rasm tashlaymizda. Yuziga rasm qo'yib olamiz. Qarang, rasm qo'yishdan oldin bir narsa aytib qo'ying, men saqlantirib qo'ydim. Qarang, bizlar ventka montaj qilyapmiz, mana. Bu yerda o'quvchilarda faqat ismlar yozilgan. Ismlar yozilgan sababi birinchidan bitiruvchilar mana o'zining sinfdoshlarining ismi bilan, ikkinchidan ismni, familiyani yozmasa, ismni o'zini yozsa, ismlar kattaroq, aniqroq ko'rinadi. Lekin bizda bitta muammo bo'lyapti. Klient ism, familiyani to'liq yozib olgan, lekin mana shu raqamlarga nomer bo'yicha tushish kerak. Endi har to'g'ri ismini ichini topib kopiya qilsangiz ko'p vaqt ketadi. Keyin yana kamiga biza mana bunaqa muammo ko'p to'g'riganmiz o'tgan yili. Endi taxlamaysiz, mana ism, familiyadan keyin fotovat kadr nomini o'chirmasdan ketadi, davomdan yozib ketadi. Fotovat kadr nomidan oldin ism, familiya yozadi yoki mana bunda plus minus qilib chiqadi. Yoki oladi, mana olmaydigan yozuvlar atang qo'yib ko'rsatyapmiz. Mana yozuvlar har birini o'chirib chiqsak, juda ko'p vaqt ketadi. Bittalar o'chirib chiqsak. Ya'ni kamiga bizga familiya kerak emas deyapmiz, faqat ism qolsin deyapmiz. Lekin qarang. Mana bu yerdan familiyani belgilab o'chirsak, mana bu yerdan buni o'chirsak, lekin raqamni o'chira olmaymiz. Lekin ertaga hozir montajlashni yana ismidan kopiya qilsak, yana ko'p vaqt ketadi. Buni oson yo'li bor. Birinchi o'rinda papkalikni kopiya qilib olamiz. Qarang. Kopirovat qilib olamizda. Mana bu F4 ni bosamizda, ortiqcha belgilar o'chirishni bosamiz, qarang. O'xshash qilamizda. Stavit qilamizda. Oqni bossam sizga bir narsa ko'rsataman, qarang. Masalan, bu olmaydi deb yozilgan, mana bu
editorga kiramiz, bazaviy inkibobga kiramizda. Delete tekstlarga kirsangiz qarang, olmaydi degan yozuv turibdi. Demak, mana delete tekst papkani ichida qanaqa yozuv bo'lsa, mana ortiqcha belgilar o'sha yozuvni olib tashlaydi, keyin so'z qo'shimchalar plus-minus o'zi avtomatik o'chiradi. Kiritish shart emas. Mana birinchi qilayotganimiz mana okni bosamiz. Ketdi. Endi tekshirib ko'ramiz papkani. Qarang. Bitta mana Majid va Elmiraga nimagadir sal xato qildi. Shuni o'chirsam. Keyin qarang, yana qaysi so'z qolib ketyapti mana. Qarang, olmas ekan degani bor ekan. Mana bu del. Qarang, mana shunaqa klient hammasiga masalan kerak so'zlar yozib tashlaymiz. Mana buni mana shu yerga tekstni ochib tashlab chiqing. Hozir ko'ramiz. Ishlamaydi. Bular ishlanmaydi. Yana topgan linkni kopiya qilib, F4 ni bosamizda, ortiqcha belgiga o'chirish qilib start blokni bosamiz. Mana. Toza bo'ldi, ko'rdingizmi? Bironta mana belgi qolmadi. Endi biz aytamiz, klientga aytdik. Mana bu qo'shimcha ortiqcha belgi olib tayladik. Klientga aytamiz, ism familiya juda uzun ketyapti, kichrayib ketyapti, ismini o'zini yozmoqchi bo'lsa, klient aytib bo'ldi, farqi bosib yuraylik, lekin mana shu tartibda chiqish kerak deyapti. Buning uchun yana bittalab familiya o'chirayotmaymiz. Papkani kopiya qilamiz. F4 ni bosamizda. Faqat ismni qoldirishni bosamizda. Start okni bosamiz. Ketdi. Mana familiyalar o'zi avtomatik o'chirib berdi. Endi qiladigan ishimiz. Ramkani tashlaymiz. Qarang, ramkani tashlaymiz. Mana o'quvchi rasmini tashlaymiz. Bizlar o'tgan yili mana shu Vinetgan portretini taxlaganimiz juda katta muammo bo'lgan. Masalan, ba'zida maktab raqamini yozmay ketganmiz yoki maktab raqami boshqa ketib qolgan, chunki ko'rmay qolganmiz yoki eng ko'p bo'ladigan xato hudud nomi noto'g'ri ketib qolgan. Masalan, Muborak Vinetga ishlayapti, Toshkent shahri ketib qoladi. Shablonda Toshkent shahri yozilgan bo'ladi. Toshkent shahri yozilib ketgani ko'p bo'lgan yoki yil noto'g'ri ketgan. Masalan, Vinetga masalan hozir masalan shablonda 25 yozilgan. Bizlar yiliga qaramasdan chiqarib olgan paytlarimiz bo'ladi. Mana shu muammo bo'lmasin desangiz, birinchi o'rinda qaysi papkada edi? Ko'raydi, eksploratsiya tekstlar yozib chiqishgan bor edi shu yerda. Mana qarang, F8 ni bosasizda tekstlarni o'zgartirib chiqishni bosgan paytingizda mana shu layerda qanaqa tekstni har birini bitta ochib ko'rsatadi sizga. Mana. Keyin qarang, masalan men mana maktabning raqamini 2 qator qildim. Mana 2 qator bir tarafga tashlab qo'ysam, 2 qator nima bo'lsa bo'ladi, masalan. F8 bosamizda tekstni o'zgartirib chiqishga bitta bosamiz, o'z tartib bilan boshlaydi. Birinchi o'rinda qarang. Mana bu so'z 2 qator edi, bu yerda bir qator ko'rsatyapti. Qarang, mana bu qiya belgili qaysi so'zning orasiga mana shunaqa qiya belgi qo'ysangiz, mana chapga yonboshga belgi qo'ysangiz, o'sha ikkita so'zni enter hisobiga o'tkazadi, pastga tushiradi mana shu belgidan keyingi so'zlarni. Masalan, biz yozamiz buni. Nechinchi maktab papka nomida? 10-maktab 11 ekan. 10-maktab 11 to'g'ri. Biz ham ikki qator bir qator yozmoqchi uchun mana bu belgini o'chirib probel tashlaymiz, ketdi, okni bosamiz. O'tkazdi. Undan keyin transform avtomatik chiqadi. Transform to'g'rilaymizda enter bosamiz. Endi keyingi hududga bizlar Toshkent shahrimiz masalan Muborak T. Ketdi. Bunga ham transform so'raydi. Enter bosamiz. Undan keyin bitiruvchi yozuvi to'g'ri. Buni tegayotmayman. Keyin 25 ni 26 qilamiz. Okni bosamiz. Bo'lmas to'g'ri. Mana shuni taxlasangiz mana hamma so'zlar tugagandan keyin tizim avtomatik o'chadi. Bironta so'z qolib ketmaydi xayol bilan. Mana shu F8 tekstni o'zgartirish bilan 101-o'rni to'g'rilab olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz qarang. O'quvchilarni mana bu ramkaga taxlab chiqishimiz kerak ekan. Bu qanday taxlanadi desangiz qarang.
o'quvchilar bor, kamga o'qituvchilar bor ekan. Buni masalan shablon hozir 0 yasayapmiz. Buni ramkasi yo'q deylik. Birinchi qiladigan ishimiz 15 list ochib olamiz. 15. Ketirilcha qildikda. Background kerak emas. Masalan, birinchi o'quvchini rasmini tashlab ko'raylikchi. Tashlab ko'rish shart emas. Birinchi qarang. Mana bu ramkani yasashimiz uchun, qarang, ramka yasashimiz uchun font degan layer bo'lishi shart, boshqasi muhim emas. Font degan layer bo'lishi shart. Shuning uchun mana bu layer nomini font deb yozamiz. Mana yerga masalan text yozamiz. Barnoy deb qo'yaylik. Yozyapmiz, ko'rinib turishini oq fonga yozib ko'ramiz endi. Endi o'zimizga yoqib bir shrift tanlaymiz. Menga masalan mana bu shrift yoqdi. Endi mana bu tekstga shu shrift qanday ko'rinadi, shuni tekshirib ko'ramiz. Agar mana shu o'zida tekst bo'lsin desangiz, mana yozuvda rangini kopiya qilamizda. Mana bu yerga kirib color overlayda mana bu yerga rangni o'zgartiramiz. Bo'ldi. Endi qarang, buni taxladik. Saqlantirib olamiz. Setga kiramiz, baza linkga kiramiz, qarang. Ism ramka degan papka va xohlang bitiruvchini papkanchi bilan papka ochib saqlantirib qiling. Ikkita papka bo'lishi kerak. Yoki o'zingiz zakaz, masalan men zakaz deb ochamanda, endi mana bu yerga Vinetgan ramkasini ichida, masalan 20-ramka deb bo'lsa, 20 deb yozyapmanda. Mana bu yerga qarang, to'g'ri nom qo'yish mumkin emas. O'quvchini rasmi, teriladigan rasmi ism katta, ism kichkina deb yoziladi. Masalan, bunga ism katta yoziladi, chunki 15 to'lib turibdi. Mana qarang, ism katta, is katta bo'ladi o'shandan. Mana so'z xatosiz yozishingiz kerak. Ism katta. Bo'ldi. Saqlantirib qo'yasiz. Endi mana uni bo'ynimda kichiktiramizda. Bunisini ism kichkina deb yozamiz. Keyin fayl formati TIFF bo'lishi kerak, boshqa format bo'lmaydi. Ism, mana ism bitta probel tashlab kichkina deb yozamiz. Ketdi. Endi o'qituvchilardan bircha taxlab olamiz. Uning uchun nima qilamiz o'qituvchini taxlash uchun? Masalan, ism kattami? Teparoq tortamizda, masalan, ism, familiya deyapmizda. Faqat bu bitta joyda xato qilganimiz, mana har doim sentrda tursin. Ismlar sentrdan katta kichik qilamiz-ku. Endi bular oralig'ini yaqinroq qilamiz. Bunday qilib mana. Buni qarang, teskarisiga ismni shuni o'chiramiz, ustoz deb yozamizda. Kattasi qolib, bu tekstni kopiya qilib ism kichkina ochamizda istayot qilamiz. Mana bu yerni shift bilan kichiktiramiz bosib. Bo'ldi. Ismni o'rniga ustoz yozamiz. Endi qarang, ikkita boya ism katta, ism kichkina yaratib yozamizda, belgilamizda. Mana belgini sentrga qo'yib olamiz. Bosib chapin chetdan turib hech qilib ketadi yoz joylashgan. Markazdan katta kichik bo'lish kerakmi? Yozda mana markazga belgilab qo'yishimiz kerak. Ketdi mana. Endi qiladigan ishimiz, qarang, agar masalan mana shu Vinetgan terishda birdan baza ochsin shu papkani desangiz, masalan, mana bu yerdan Action'da papka ochib ishingizni ko'paytirayotgandan bitta yana osonroq yo'li bor. Birinchi o'rinda qarang. Mana bunday F3 ni bosgan paytingizda ism katta, ism kichkina, xuddi o'sha ramkalar. Birinchi o'rinda qarang, teramiz biz. Qaysi birini bosishingizdan qat'iy nazar, masalan, birinchi o'rinda tanlaganingizdan keyin papka link so'raydi. Biz papka linkini mana bu yerdan kopiya qilib, mana yerga vstat okni bosganingizdan ko'ra yana bitta osonroq yo'li bor. Любой bironta rasmni dasturga tashlaysiz, mana shu rasm turgan joydan ana bu link oladi. F3 ni bosamiz, masalan, biz ism kattani tanlaymizda. Qarang, avtomati bor, yarim avtomat bor, shunday bor. Avtomat degani mana bu birinchi rasmni qanday tushuntirsam ekan. Qarang. Endi savolda, masalan, sizlar savol tug'ilishi mumkin. Endi nima uchun ism katta, ism kichkina deb oldinglar, keyin
bu avtomat mana bu yarim avtomat nima degani deyishdimki, men birinchi o'rinda ism kattadan ochib olib qarang. Sizlarga dehqonchilik ko'rsataman. Masalan, birinchi o'rinda masalan avtomatga qo'ydigan, Ctrl A qilamiz, mana his qilamiz, qarang. Ctrl V, Ctrl G qilamiz mana. Masalan, mana rasm moslashtirib oldik. Mana shu rasmda o'zimizga yoqqan yoqalaydi. Mana bu F3 ni bosgan paytimizda mana avtomatga qo'ysak, birinchi rasmni masshtabini sizdan so'raydi. Siz mana shuni taxlasizmi? Bu avtomat mana shuni turgan razmerni mana bu markazga qo'yib, mana shu holatda zapis qilib oladi. Ko'rsa, bu rasmni taxlab saqlanib qilganingizdan keyin avtomat sizdan so'rab o'tirmaydi, ikkinchi rasmni shuni tashlaydi-da, sizdan so'rab o'tirmasdan aynan mana shu rasmni razmeriga olib kelib, mana shuni taxlaydi. Mana shunday taxlab ketaveradi, sizdan so'rab o'tirmaydi avtomat. Birinchi taxlagan rasmingizni razmerida qolgan rasmni olib ketadi. Lekin ikkinchisi bor, xuddi shunday. Yarim avtomat deydi. Yarim avtomatda xuddi shunday. Masalan, birinchi taxlagan, mana tashlagan rasmingizni mana shu razmerni zapis qiladi, lekin yaxshi tarafi masalan ikkinchisini xuddi shu holatga olib keladi, lekin sizdan keyin enter kutadi. Masalan, xuddi mana shu razmerni olib keladi-da, sizdan keyin rasmni katta-kichik qilishingizni kutadi mana. Siz o'ziga yoqqan katta-kichik qilib enterni bosganingizdan keyin undan keyingi rasm xuddi mana shu rasmga tushaveradi, birinchi razmerga qarab. Men ko'pincha o'zi yarim avtomatga teraman. Keyingisi rushnoy degani bor, mana teryapsiz. Rushnoy bor. Rushnoy nima qiladi desangiz, shunga qarang, mana rasmni tashlaydi, ketirib qiladi. Birinchi o'rin ikki tarafini tegizadi mana bu yerga. Shunday. Keyin qarang, mana tepasini to mana rasmni tashqari 2 sm tashqariga chiqquncha suradi. Mana shu razmerda sizdan enter kutadi keyin bu yog'iga. Bo'ldi, enter kutadi. To enter bosmaguncha hech narsa qilmaydi. Keyin bu JPEG rasmlarga shunday qiladi. Agar masalan rasmingiz kesilgan rasm bo'lsa, PNG rasm bo'lsa, teskarisiga, chunki PNG rasmni bilasiz, mana bosh orqa fon yo'qligi uchun da. Mana bu boshdan hisoblanadi masshtab, lekin agar buni ham 2 soatni tashqari chiqsa, mana bunday bo'lib ketadi PNG da. Bu PNG format bo'lsa, kesilgan rasm bo'lsa, dastur teskarisiga hisoblayman. Ichkaridan 2 sm hisoblayman. Fon mana bu fon layerda 2 sm ichkariga hisoblaydi. Rushnoy mana shunday teriladi. Endi tasavvur uchun aytaman. Endi ism katta, ism kichkina nima uchun qo'yapsan degan savol tug'ilishi mumkin. Biz mana Venetga terganimizda qarang. Mana ba'zi Venetga kiraman. O'quvchilar kirgan paytimda qarang. 3 xil ramka bor bu yerda qarang. 18 talik bor. Mana bu ham 18 talik, bu 18 talik, lekin bundan 15 ta rasm ketadi, farqi, lekin bittasi katta bo'lgan hisobiga. Mana qarang, 18 ta rasm ketadi. Mana 3 ta rasm olib tayyorlab, bu yerga 15 talik ketadi. 18 talik ramkaga shunday ketadi. Keyin bir taraf o'quvchi, bir taraf o'qituvchi katta bo'lsa, 12 tagacha bola ketadi. Lekin 18 talikga o'qiladi, chunki 18 ta rasm o'rnini olgan bu rasmda. Lekin 12 ta bola ketadi. Sizga dehqonchilik ko'rsatsam qarang, mana 18, 24 talik olaman, 32 talik olaman, 40 talik olaman, 50 talik olaman. Papka ochib ko'rsatay shuni. Nima uchun? Mana Venetga tersa qarang. 5 ramka bor. Eng kami kichkinasi 18 talikdan boshlanadi. Undan keyingisi 24 talik. Bundan keyingisi 32 talik, bundan keyingisi 40 talik, bundan keyingisi 50 talik. Qarang, 18 ta mana son bo'yicha hisoblaymiz. Masalan, 18 tagacha bo'lgan rasmning hammasi ism kattaga teriladi. Mana hozir ism kattamni ochaman. Masalan, rangini boshqa qilayman. Mana 18 talik qarang. Mana bunga teriladi. Ba'zi o'quvchilar kichkinasini terguncha avtomatik mana shu razmerni mo'ljallab teradi mana shuni terib ketavergan paytda qarang, bular mana toshni tushadi bir-biriga, ko'ryapsizmi? Lekin buni agar 24 talikka tersak, mana 24 talik tersak ham xuddi shunday tushadi. Buni markazga olib hisoblaydi mana. Mana shunday teradi, lekin qarang, mana ikkita rasm o'rni oq fon olib ko'rsataman, oq fon olib tayyorlab ko'rsatgan paytimda mana yonma rasmlar o'rtasidagi zazor ko'payib ketadi. O'rtasi mana bu ko'p bo'sh joy qolib ketadi. Shuning uchun bu yerga ism kichkina teramiz. Masalan, ism kichkina tersak qanday bo'ladi desangiz, mana belgilaymiz. Mana. Bu yerga ism kichkina teriladi. Ism kichkina tergan paytingizda insizroq bo'lgani uchun bularda oralig'ida zazor kam qoladi. Bu ism kattaga nisbatan ancha kam qoladi. Xuddi o'shanda 40 talik ham shunday.
o'zi 24 ta bilan 40 talik, masalan 18 tadan ko'p, lekin 24 ta yoki 24 dan kam bo'lsa kichkinaga teramiz. Keyin 40 talik ham shunday. 32 tadan ko'p bo'lsa-da 40 ta yoki 40 tadan kam bo'lsa kichkinaga teramiz. Mana shu ikkitasi kichkina bo'ladi. Ism kichkinaga ketadi. Qolganlar ism kattaga ketadi. Masalan, ism kichkina ramkasi, qarang, ism kattaning ramkasi mayli. Ism katta mana bu yerga qo'ygan paytingizda mana oralig'ida ko'p joy qolsa ham rasmi tushadi, bir-biriga tegib qolmaydi ramkalar. Lekin ism kichkina ramkasi ism kattaga tushmaydi. Hozir mana ko'rsataman. 18 taga mana. Bu yerga bitta ism kichkinani olamiz mana. Kopiya qilib buni yopay. Ism kichkina buni markazga qo'yaman. Ko'rsan? O'zi tegib qoladi bir-biriga mana bunday. Ko'rdingizmi? Ism katta, mayli ikkita oralig'ida ko'p joy qolganda ism katta, ism kichkina o'rniga tushishi mumkin, lekin ism kichkina, ism katta ramkasi umuman tushmaydi, mana shu tegib qolaveradi. Agar vintga terishda mana shu kara-karalarga ko'p qiynalsangiz, faqat ism kattadan o'zi teravering, chunki ikkita yonma-yon rasm orasida biroz ko'proq joy qolgani bilan, lekin bir-biriga rasmni aniq tegib qolmaydi. Biz shu uchun ism katta, ism kichkina deb ajratamiz. Endi montajga o'tsak, mana bu yerda masalan 27 ta bola bor ekan. Biz buni atayin o'sha ism kichkinaga teramiz. Ism kattaga teramiz, chunki 24 tadan ko'p bu rasm. Lekin 32 tadan kam. Endi qarang, terishni boshlaymiz. Kopiya qilib olamiz papka linkini. Iloji kopiya qilish sharti bilan rasmni tashlaymizda. F3 bosib ism kattani bosamiz. Yarim avtomatga qo'yaman. Qarang. Xohlang, bu yerdan oson yo'li bor. Papka link kiritish deb boyagi o'zi yasab chiqqan ramkalar papka linkini kiritsangiz ham bo'ladi. Lekin kompyuterdan qidirish qilsangiz bitta ramkani ichiga saqlanib qiladi yoki bazadan qidirish qiling. Eng oson yo'li bazadan qidirish qilamiz. Mana. Bosamiz. Bosamizda yoki agar xohlasangiz bu ramkalarni mana shu 4 ta yasagan ramkani mana PC shablon ichiga saqlanib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin lekin papka link kiritishga to'g'ri keladi. Mana shu kopiya qilib papka link kiritsangiz ham bo'ladi. Undan ko'ra lekin eng oson yo'li mana. F3 bosaman, ism katta qilaman. Yarim avtomat qilaman deb bazadan qidirish qilib mana. Boya 3 ta papka turib 4 ta olib qolaman. Zakasni topaman deb mana 20 degan papka ochdim. Ustiga bitta bosam bo'ldi. O'sha papkadan ism katta degan ramkani topib beradi bu. Mana. Ko'rdingizmi? Birinchisi mana rasmini qo'yaman. Keyin qarang, transform qilyapti. Mana ismni katta kichik qilishni so'rayapti. O'zimiz avtomatik transform qilaymi, rushnoymi deyapti. Avto transform ham masalan nima desangiz, agar rasm mana yozuvni razmeri mana shu fonlardan tashqariga chiqib ketmasa, indamaydi. Mana shu ikki tarafi chap o'ngga tegmaydi. Ichkarida qolsa, agar mana shu ismlari agar mana shu o'quvchining rasmini ikki yondan tashqariga chiqib ketsa, o'zi avtomatik kichratadi, lekin sizdan so'rab o'tirmaydi. Bu rushnoyda ham shunday. To'g'ri, mana ramkadan ism ini ramkadan tashqariga chiqib ketsa, avtomatik kichratadi, lekin sizdan so'raydi keyin. Katta kichik qilaymi deb so'raydi. Shuning uchun iloji boricha ismni umuman avtoga qo'ymaylar, faqat rushnoyga teringlar. Qanaqa portret rasmi yo ismni o'qituvchi farqi yo'q. Ok bosiladi. Rushnoyga qo'yaman. Enter bosib ketaveraman. Keyin qarang. Mana qarang, ismni yozayotgandan e'tibor qiling, ramkadan tashqari chiqib ketmasi kerak. Keyin yana bitta narsa e'tibor qiling. Qani Diyora deb yozdi. Lekin mana bu yerda 03 Diyora yozgan, ko'rasizmi? Tizim shunaqangi darajada mukammal yasalgan, bu raqamni yozmay ketadi. Raqam bu yerda bo'ladi, raqam nomiga saqlanib qilaveradi. Mana samarga kichkina rasmlar ochib, papka ochib ichiga saqlanib qilyapti, lekin fayl nomiga umuman hech qachon raqamni yozmaydi. Shunisi qulay. Siz bittalab raqam o'chirib chiqa olmaysiz. O'chirib chiqsangiz o'rinlar almashib ketadi. Shunday yozsangiz juda ko'p vaqt ketadi. Qiladigan ishingiz mana hozir e'tibor qiling, bu o'quvchining rasmi to'g'ri mana joylashtirish osonroq, ismga juda e'tibor qiling, ramkadan chiqib ketmasin tashqariga. Transform chiqsa ham farqi yo'q, lekin o'zi chiqib ketmas kerak, yozuvdi o'zi. Chunki yoqda joylashgan payt kesilib ketadi keyin bu. Mana qarang, chiqib ketdi o'sha Oygul so'zi. Ishlattirib olib bo'ldi.
yes chiqib ketdi, kichikroq qo'yamiz bo'ldi. Mana men hozir yarim avtomatik qo'yganim uchun birinchi rasm razmeriga qarab qoldi, hamma rasmni tashlab boraveryapti. Avtomatik qachon qo'yilasiz? Masalan, rasm fotoapparat bir joyga qotib, hamma o'quvchi bir xil yaqinlikda tushirgan payti avtomat qo'yib, o'shanda ham ko'pincha yarim avtomat qo'yaman, chunki ba'zida qaysidir o'quvchi baribir gavdasi kattaroq, kichikroq bo'lishi hisobiga baribir qiyin. Bo'ldi. Tahlil bo'lgandan keyin avtomat shramka papkani ochyapti o'zi, ko'ryapsizlar? Buni yopamiz. O'quvchilar joylashtirib bo'ldik. Endi o'qituvchilarga o'tamiz. Qarang. O'qituvchilar bu yerda lavozimlar yozilgan, lekin qarang, sinf rahbari yo'q. O'zi aslida mana bu sinf rahbari bo'lish kerak. Sinf rahbari bo'lish uchun o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Uni masalan, lavozim yozish shart emas. Jelib qo'yamiz bir xil bo'lsa. O'qituvchilar rasmni tahlilashni nima qilamiz endi? Yana kiramiz, kopirovat qilamiz. Endi yaxshi tarafi o'qituvchilar rasmini terishga boyagidek mana bu bazadan ramka qidirish degan narsa sizda chiqmaydi. 200% chiqmaydi. Sababi boya birinchi marta bazadan papka tanlaganingizdan keyin kompyuter tizim avtomatik mana shu Windga shablonsiz turgan papkaga mana action degan papka ochadi-da, ichiga o'sha boya bazadan tanlagan papkangiz linkini avtomatik kiritadi. Agar siz boya mana shu action papka bo'lganda sizdan so'ramas, hozir sizdan mana bu birinchi mana o'quvchi rasmini yozib chiqqansiz bu yerda avtomatik ochdi. Endi o'qituvchilar rasmiga bazadan qidirmaydi. Birinchi o'rinda mana bu yerdan qidiradi. Bu yerda chiqmasa keyin bazaga o'tadi. O'qituvchi rasmini kopiya qilaman linkini. F3 ustoz kattaga kirib, yarim avtomatga kirib, start qilaman. Birda o'sha papkadagi ustozlar papkasini ochadi bu. Qarang. Masalan, buni katta qildi. Transformga mayli rushnoy qo'yamiz yana. Ketdi mana. Ism, familiya, lavozim yozib beryapti. Ko'ryapsizlar? Mana. Qarang, mana bu o'qituvchiga lavozim yozilmaganda, agar lavozim yozilmasa, mana bu yerda avtomatik lavozimlar chiqadi. Ko'ryapsizmi? Avtomatik chiqadi. Siz masalan bu yerda o'zingiz qidirgan lavozimlar bo'lmasa, mo'y kompyuterga kirasiz yana, o'sha baza Windga kirasizda, bu yerdan ustozlardan papkani ochib, mana bu yerga qaysi lavozim yo'q bo'lsa, bitta tekstni ochib yozib qo'yavering. Tushundingizmi? Masalan, bitta misol ko'rsataman, masalan, jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Bo'ldi. Hozir mana bunda chiqmaydi. Keyingi o'qituvchiga agar lavozim yozmasa avtomatik chiqadi. Hozir bunga sinf rahbari yozaman. Ketdi. Endi bunga avtomatik chiqmaydi, sababi bunga lavozim bor edi. Uchinchi so'z bo'lgancha lavozim chiqmaydi. Ketdi mana. Hozir qarang, keyin yana bitta muammo bo'lyapti. Masalan, bizlar Windga teryapmiz, montaj qilib bo'ldik deylik. Montaj qilib bo'lganingizdan keyin qaysi o'qituvchi tushib qolibdi, yana kam qolibdi desa, mana. Hozir yana sinf rahbari boshdan yozib ko'rsataman. Shunday qilamiz. Mana sinf rahbari to'g'ridan-to'g'ri dasturga tashlaymizda, lekin birdan ustoz kattaga qo'ymaymiz. Chunki birdan ustoz kattaga qo'ysak, yana o'sha papkadagi rasmlar o'tib ketib qoladi. Hammasi bitta taxlaymiz. Donaga kiramiz mana. Ism donaga kirib, ustoz kattaga bosamiz. Bo'ldi mana. Belgilaymiz. Mana lavozimlar ichida qarang, mana boyagida jismoniy tarbiya o'qituvchisi mana avtomatik qo'shildi, ko'rdingizmi? Mana shu lavozimni qo'shib ketaverdi. Sinf rahbari tanlaymiz. Ketdi mana. Endi qiladigan ishimiz. Birinchi o'rinda o'qituvchilar joylashtirib chiqayotganmiz mana bu yerga. Keyin qarang, e'tibor qiling, masalan, bizlar ko'pincha rasmni surib belgilaymiz. Surib belgilagan paytda orqa fonni qo'shib ketib qolyapti. Chunki bunda background degan narsa yo'q. Background degan layersiz Windga terish juda qiyin. Mana shu muammo bo'lmasin desangiz, mana bu hozir F8 midi? Yo'q.
F7 ni bosingda background knopkasi bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, background degan layer bo'lsa indamaydi, lekin agar background degan layer bo'lmasa, eng pastda turgan slide layerda background layerga aylantiradi. Bitta bo'lsa mana. Haga qo'yaman. 3 degan layer so'ng avtomatik backgroundga o'tdi. Hozircha eng qiyin bo'lmasa background layerda o'chib ketganini tiklab bo'lmaydi. Mana buni tiklasa bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz, birinchi o'rinda uchta o'qituvchini joylashtiramiz. Keyin qarang, o'qituvchilar joylashtirish uchun endi papkalarni umuman kopiya qilmaysiz. Umuman kerak emas, kopiya qilishga ham iloji yo'q. Shunchaki buni yopamizda, F6 ni bosamizda, ustozlar tanlaymiz knopkadan. Bu yerda mana 3 ta o'qituvchi chiqyapti. Boshlash qilgandan keyin unga eng yaqin variant beradi, 3 taligini beradi. Bosamiz, ketdi. Mana. Endi qarang, qiladigan ishimiz o'qituvchining ism kattani, ism mana tervorpam deymanda, ustoz katta ochadi. Yozuv tagidan ko'p joy qoldirib olgan ekanmiz. Bo'ldi. O'zimiz xato ketgan ekan. Mana endi ketdi. Endi qiladigan ishimiz, masalan, direktor bilan buni almashtirishimiz kerak. Shift F5 ni bosamiz, mana. O'rinlar almashadi. Bu yoqqa o'tish kerak. Ya'ni ikkovini belgilab Shift F5 bosam bir-biri bilan almashadi. Kopiya qilamiz va mana bu yoqqa tashlaymiz. Ketdi. Buni saqlamasdan yapamiz, ketdi. Endi qiladigan ishimiz estalab terishimiz kerak. Terishda ham qanday bo'ladi? Qarang, chap tarafini bitta listga, o'ng tarafini bitta listga solayman. Chap 1, bu yoq 2. Bu yoq 3, bu taraf 4. 4 ta papka ajratib chiqishga estalinglar. Ajratishda qanday o'qituvchining rasmini ham hisoblash kerak. O'qituvchi rasmini bo'sh joy qolishi kerak. Biz qanday ajratamiz desak, birinchi o'rinda masalan 1, 2 tikka rasm ajratamiz. 3, 4, nechta 5, 8. Mana bu qosim mayli, mana buni olamiz. Mana 9 ta rasm bitta tarafga ketadi. Endi o'qituvchilar tarafi. O'qituvchilar tarafiga nechta rasm ketadi? 2 tadan ketam deymanda. Ko'p bilan 2 ta ketadi. Ketadi. O'qituvchilar tarafga, undan keyingisi endi bu yoqqa esdalikka, keyingi betiga. Masalan, bir tarafga 3 ta teramiz. Bir tarafga 1, 2, 3, 4 ta ketyapti. Bir taraf 4 ta teramiz. Bo'ldi, mana bir tarafim ortib qoldi. Endi montaj boshlaymiz. Rasm tashlaymiz. Mana o'qituvchi taraf terishni boshlaymiz. O'qituvchi taraf tergan paytida o'qituvchi tenglik turishi kerak. Buning uchun birinchi o'rinda qarang. Bazaviy papka bir kiraylikda. Mana bu ramkalar bor. Ramkalar papkasini ochamiz. Mana bu o'qituvchilar uchun mana ikki taraf o'qituvchini tayyor qo'ymoqchimizmi? Buni oldin mana bu yoqqa tashlab ko'ramiz. Joylashuv qanday ketadi? Shift bilan bosib kuchaytiramiz. Masalan, rasmni o'quvchi rasmini mana shunday joylash kerak deyapti. Buni o'chirib, buni kopiya qilib, buni o'chirib, bu yoqqa start qilib qo'yamizda, aniq rasmini oldikda. Endi bunga qarang. 2 talik 2 deb yozilgan, qarang, biz bunga nom qo'yishimiz kerak. Qarang, masalan, nom qo'yganda ham layer nom bo'lish, masalan, adashmaslik uchun 2 talik ustozlar betiga deymizda, lekin qarang, eng oxirida mana layerlar soni nechta bo'lsa, o'sha sonni yozish majburiyda. Nechta layer bo'lsa. Agar masalan 2 talik xohlasangiz 3 talik yozsangiz bo'ladi, lekin 2 talik mana bu o'quvchilar ramkasi tergan paytida bu rasmga 3 talik o'tib ketib qoladi. Shuning uchun qarang, nechta bo'lsa, o'sha aynan o'sha sonni yozishimiz shart. Masalan 3 deb qo'yaman. Ketdi. Buni yopamiz. Endi qiladigan ishimiz. Xohlang papkadan link oling, xohlang mana bitta rasmni shunday dasturga tashlaysizda, F5 ni bossangiz, mana avtomatik o'sha rasmni link olyapti. Link olyapti. Bu yerda qani 2 talik o'zi chiqyapti. Ustozlar degan bit chiqmayapti.
Hozir ko'ramiz. Ikkitalik o'zi chiqayotgan bo'lsa, demak baza vinetka bu yerdan ramka olmayapti bu. Hozir ko'ramiz. Bu mana bu yerdan olyaptim deyman-da. Bunga tashlab qo'yaylik, hartama qarshi endi ko'ramiz hozir. Hozir bu mana papkancha turibdi, PC ichida. Hozir buni keyinroq to'g'rilab qo'yaman. Tizimni mana bu yerdan so'raydigan bular, ramkalar papkasi so'raydigan bular. Hozir montajchi prosta ko'rsatib o'tay. F5 bosdim, yana ikkitalik chiqyapti. Ramkalar papkani ochaychi. Bu buni ichine ochyapti, yo'q. Baza vinetka oxirida o'sha ramkalar papkasi ochyapti ekan. Men boya o'zim qarang, sizlar 3 talik yozmang deb davomga 3 deb yozib qo'ydim. 2 yozilar bunga mana. Enter ko'raychi. F5. Hozir endi men PC'dan ichiga tashlab Instagramga tashlab qo'yayda buni. Mana o'chirib tashlayman. 2 yozilgan. F5 ni bosaman. Bundan link qo'yaman. Eng yozaman F5. Mana endi chiqdi, ko'rdingizmi? Boya soniga sizlarga 3 talik yozmanglar deb o'zim adashib 3 ta yozib olgan ekanman. Mana avtomatik chiqdi. Ustoz betiga kiramiz. Rushniy transform qilamiz. Rasm katta-kichik to'g'rilaymiz. Ketdi bunisini ham. Enter. O'ng tomonga ketdi mana. Rasm joylashdi, ko'rdingizmi? Endi bu yog'ini. Bu yerga 9 ta teraveramiz. F5 ni bosamiz. Bu yerda papka linkni kiritish qilay. Oson yo'llar ketdi. Variant chiqyapti. 9 ta tika bizga mana. Qarang, avto bilan rushnoyni farqini sizga ko'rsataman. Masalan, avtoni bossangiz, mana rasm mana shunday joylashadi, ko'rdingizmi? To'rt taraf emas, aslida ikki taraf eng yaqin razmerda mana joylashadi-da. Sizdan lekin keyin interni kutib o'tirmaydi. Avtomatik keyingi rasmni mana xuddi mana shunday imkon darajada ana bu ramkaga sig'adigan razmerga joylashtirib o'tib ketaveradi. Rushnoydan xuddi shunday razmerga joylashtiradi, lekin sizdan enter kutadi, katta-kichik press kutadi. Lekin istar rasmlarni umuman avtoga termayman, faqat rushnoyga teraman. Masalan, ba'zida rasmlar juda razmer noto'g'ri joylashib qolishi mumkin. Rushnoyga terib chiqaman. O'zimga yoqqanaqa uzoq yaqinlikni to'g'rilab, mana endi chapga qo'yamiz. Ketdi mana. Keyingisi mana bu yerdan terishimiz kerak ekan. Bunda ham background yo'q ekan. Effektini backgroundni bosib qo'yaman, ketdi. Keyingisi 3 ta ekan. F5 ni bosaman. Men bazadan qidirish degan knopka ham bor aytgancha bunda. Bosasiz. Mana bu yerdan novoy papka 3 tanlash, 2 ta novoy papka 3 ekan mana. Ketdi, mana shu papkani link oldi. 3 talik şey teramiz. Mana buni qo'yamiz. Rushnoy qilamiz, avtoga qo'yib olamiz. Bu misol tariqasida to'g'ri sig'may qoldi-ku deyishingiz mumkin. Bu reklama uchun emas. Prosta 3 talikdan bir terib ko'rsatdim sizlarga. Keyin 5 talik. 5 taligida agar qaysi rasm katta chiqilsa, masalan menga mana bu 5 talik emas, 4 talik ekan. Bundan ko'ra mana buni yoqib o'tkazamiz. Buni 2 talikka teramiz. Papkalik ketdi, oson. Ctrl V qilamizda ketdi. Mana bunday qilamiz. Shunday bizga. Chap tarafga qo'yamiz buni. Keyingisi qarang. Mana bu rasm kattaroq bo'lishiga buni nol qilamiz. Bularga boshqacha siz deb yozib qo'ying. Mana bu birinchi katta bo'lishiga bu to'rttasi kichkina chiqadi. Kopya qilamizda F5 ni bosib papka link kiritib start qilamizda mana bitta katta, to'rtta kichkina qo'yamizda. Mayli, sizlarga savol tug'ilmasligi uchun buni avtoga qo'yib ko'rsataman.
Avtomat bosaman, ketdi. Men sizni so'rab o'tirmay o'zi avtomatik joylashtirib tashlab beradi. Ketdi. Bo'ldi. Endi eng asosiy betni, mana bu betni terishga o'tyapmiz. Teramizmi? Birinchi o'rinda qarang. Bu yerda 20 ta rasm bor ekan. F6 ni bosamiz. Biz endi o'quvchilar o'zini teramiz. Mana bu ustoz o'quvchilar birga bitta mana shu varaqqa teradi degani. Biz endi ustozlar adil terdik, endi o'quvchilar o'zini adil teradi. O'quvchilar tanlagan paytimizda qarang. O'quvchilar mana shu papkadagi sonni chiqadi avtomatik 27 ta 27 ta chiqadi. Boshlash qilamiz. Eng yaqin variantlar berasiga 3 ta. Men birinchisini tanlayman. Ketdi, joylashtirish boshlaydi avtomatik. Rasmni rasmiylarga moslab joylashtirib chiqaveradi. O'sha joylashtirgan nomer bo'yicha joylashtiradi. Birontasini o'z o'rni o'zgarmaydi. Alfabetda Photoshopda birdan keyin masalan 2 ni avtomatik 10 da o'qib ketadi. Mana shu muammo bo'lmasligi uchun dastur qarang. 10 da 10 yoki undan oldingi raqamlarga mana B yozib chiqyapti, ko'ryapsizlar? Mana. O'shanda alfabet bo'yicha tartib bilan tushadi, soni bo'yicha. Bo'lsa birdan keyin 2 emas 10, 11 boshlanib ketardi. Mana joylashtirib bo'lgandan keyin B ni avtomatik o'chiradi yana. Ketdi. Shuni belgilaymiz, kopiya qilib. Masalan 26 ni bu yoqqa 25 ni bilan yozib qo'yamiz. Ketdi. Mana vinyetkani tayyor qilib bo'ldik. Montaj qilib bo'ldik. Montaj qilib bo'lganimizdan keyin shuni kopiya qilamizda. Mana bu klaviaturada Alt Ctrl Shift A mi yoki Alt Ctrl Shift S ni bitta bosasiz. Mana shu 4 ta rasmni hammasini tartib bilan nom qo'yib, mana JPEG formatga klientga tashlab beradi. Shu kopiyasini mana JPEG ni tashlab berasiz. Bu papka mana bu tayyor degan papkaning ichiga tushadi. Mana 4 ta rasm tushdi. Klientga tashlab berasiz. Klient ko'ryapti-da, aytayapti, hammasi ma'qul deyapti, lekin deyapti masalan o'qituvchilar ismi sal o'xshay xiyro deyish mumkin. O'shanda nima qilish kerak desangiz, mana rasm dasturga tashlaymiz. Tashlaymizda F8 ni bosamizda. F8 ni ham bosma, F8 ni bosishdan oldin qarang. Bironta shriftni tanlab olaman. Undan oldin yana bitta shrift tanlaymizda. Masalan, mana bu yerga o'qituvchining shrifti aniqroq ko'rinsin deyaptimi? Masalan, mana shriftga o'qituvchi o'zgartirishga. Shuni aktiv belgilaymizda. Bundan bitta oldin o'zgaradigan shriftli turadi. O'qituvchiga o'quvchilar rasm bor beti turadi, keyin bu turadi, o'zgargan shriftli turadi. F8 ni bosamizda shriftni o'zgartirish qilamiz. Boshlash qilib ketdi. Boya bundan oldin aktiv belgilangan shrift bunga o'zgarib ketadi mana. Ko'rdingizmi mana? Kerak emas endi. Nima belgilayapti? Mana bu smart object deb o'ylayapti mana bular. Smart object emas ekan. Bo'ldi. Mana o'qituvchilar o'zgartirib chiqdi. Ko'rdingizmi? Bo'ldi, chotki. Endi o'quvchiga klientga ko'rsatyapmiz. Klient ko'ryapti-da. Endi deydi, bitta o'quvchi sinfdoshim qolib ketibdi deyapti. Sinfdoshim qolib ketyapti. Uni qanday qo'shamiz desa, sinfdosh qolib ketgan bo'lsa, oddiy misol, masalan, mana 27 ni oddiy ko'paytirsa 28 buni Jalol deb yozaylik. Misol uchun Jalol deb yozamizda, ichida tekstni masalan buni boshdan ko'rsatadi, bu yerda adashayotganmiz mana qarang. Masalan, bitta bolam tushib qolibdi, u ham qo'shish kerak desa, mana oddiy masalan 28 deymiz, masalan Jaloliddin deb yozamiz, mana raqamni 28 deb qo'yamiz. Ketdi. Endi shu o'quvchini qo'shish kerak, birinchi o'rinda buni ham kichkina ramka yasab olamiz. F3 ni bosamiz. Ism kattaga bosmang hech qachon. Bu butun boshmash papkani tashlab ketadi boshdan. Ism donaga kirib, ism katta bosiladi. Ketdi mana. Ketdi. Mana bunday qilamizda. Ketdi. Ismini katta kichigini to'g'rilaymizda. Ketdi. Mana Jaloliddin qo'shildi. Endi buni qarang. Mana bu yerga endi kopiya stavit qilib qo'shib ham bo'lmaydi buni. Masalan, mana bu yerga shunday qilib Jaloliddin shunday kopiya qilsayda hozir
shunchaki kopiya qilib mana bu yerga qo'sha olmayman buni. Birinchi o'rinda razmerlar qochib ketadi, keyin tushganda layer nomlari ham o'zgarib ketadi. Buni yaxshi yo'li mana o'quvchi rasmini tashlaymiz, qarang. O'quvchini tashlaymiz, F8 ni bosib, qarang orqasida mana bu layer turadi, o'quvchi rasmi bitdi. Hozir birinchi o'rinda mana bundan boshlayotganmiz, qarang. Qaysi o'quvchidan keyin qo'yish kelsa, o'sha o'quvchini ustiga aktiv belgilaymiz. Mana aktiv bosamizda, keyin mana bu o'quvchini tashlaymiz. Endi ketdi. F necha edi? F4 ni bosamiz, F8 ni bosamiz. O'quvchi qo'shishdan knopkani bitta bosamiz. H ga qo'yamiz. Bo'ldi mana. O'zi avtomatik mana shu oldagi rasm razmeriga o'tib, o'ngga qarab suriladi. Bu yog'ini o'zi sal sursangiz bo'ldi. Ketdi. Buni endi mana bu yoqqa qo'shib qo'yamiz mana. Ikkita bir xil qo'shib bir joyda turmasin. Agar yo'q bu oxirida turish kerak etsam, oson mana. Shift F5 ni bosib, almashtirib ketaveramiz. Mana shuni o'zgaradi. Tartib o'zgarmaydi o'quvchilarda. Ketdi. Mana o'quvchini qo'shib oldik. Endi o'quvchini qo'shdik. Yana bitta muammo bo'lyapti. Montaj qilib bo'ldik. Klient aytayapti, hammasi yaxshi chiqqan deyapti, lekin yozuvlar o'qib bo'lmayapti, rangi botishib qolyapti. Shu rangini ochiqroq oq rangda qilib ber desa, bu uchun yana har birtasini bittalab oqqa bo'yish shart emas. Shunchaki mana bundan oldin bitta tekst layer tashlaymiz. Farqi qaysi layer bo'lsa. Alt Ctrl Y bilan rang tanlaymiz, oq tanlaymiz. Shriftdan farqi yo'q, shriftdan kopiya qilmaydi. Rostda aniqroq qalinlashib qanday ko'rinayotgan deyapman. Ketdi. F8 ni bosaman. Mana yozuv effekti o'zgartirishga bitta bosib qo'yaman. Boshlash qilaman. Mana har bitta layerda mana o'quvchi ismini oqqa o'zgartirib chiqyapti. Mana tayyor. Taxlab yana shu saqlantirib qo'yadi. Mana bemalol klient tashib bersangiz bo'ladi. Taxladingiz. Endi yana bitta muammo bo'lyapti. Taxlaganingizdan keyin klient aytayapti. Bitta o'quvchini xato ketishini to'g'rilab qo'yish kerak deyapti. To'g'irlashni bittalab ochib to'g'rilayotgan shart emas. Masalan, mana bu Asrorbek yozgan, uydagilar muammo qilyapsa, qarang. Mana bu yerdagi ismini ham to'g'rilash kerak-da birdan. Buni keyin ayniqsa mana bundagini to'g'rilash kerak. Chunki portretdagi Asrorbek bo'lib ketadi. Shu muammo bo'lmasligi uchun mana F4 ni bosamiz, F8 ni bosamizda ismni to'g'rilashni bosamiz, boshlash qilamizda. Mana Asror ismi avtomatik yoziladi birinchi o'rinda. Biz Asrorbek deb yozamizda, bitta enter bosamiz, transform so'raydi, katta kichigini. Katta kichigini to'g'rilab bitta enter bossak bo'ldi. Qarang. Kutib turamiz. Bu Asrorbek bu ustidan saqlanib qildi. Mana bu yerdagi qarang. Bergan Asrorbek bo'ldi. Bu ichidagi layer kerak emas. O'zi bu layerlardan ishlatmaymiz bu yog'iga. Bir marta shu terib olishing kerak mana bu yerga. Shunday bo'lsa bu yerda o'zgardi, bu baribir muhim emas. Bizga mana bu joyi muhim edi mana. Ochgan paytingizda mana Asror ismi Asrorbekka birdan o'zgardi, ko'rdingiz-a? Avtomatik o'zgaradi. Masalan, ichi boshqa, yuzi boshqa bo'lib qolsa, undan ham agar mana bu nuqta vergulcha to'g'ri tursa, bu yoqdan ham Asrorbek o'zgaradi, u yuzi papkadan ham. Keyin xuddi mana shunaqa yana bitta tashlaymiz. Istalinglar ham shunday o'zgartirsangiz. Xohlang mana bunda ustiga 2 marta bosib, mana qaysi rasmni ustiga bosib o'zgartirib tashlasangiz ham bo'ladi yoki knopkada ham rasm o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, tashladingiz. Istalgan ruchni o'zgaram deyman, eslolmayapman. Rasmni shuni kopiya qilamizda, ustiga 2 marta bosamizda qaysi rasm yoqmaydi? Masalan, mana bu rasmni o'rniga o'chirib buni qo'yamiz, Ctrl-ga qilamiz mana. Ctrl S qilamiz bo'ldi. O'zi avtomatik o'zgaraveradi. Mana shuni o'zgartirib chiqamiz. Hammasi taxlab bo'ldik, kamchilikni to'g'riladik. Dasturga tashlaymizda. Alt Shift Ctrl A ni bitta bosib qo'yamiz bo'ldi. Mana boshidan savol qilib saqlanib berdi. Klientga ko'rsatamiz. Tashlab beramiz. Klient bo'ldi, yoqdi.
Endi pechatga beraver degandan keyin birinchi qiladigan ishimiz portretlardan boshlaymiz. Qarang. Portret mana bu rasmi. Portretda har doim qarang font degan layer bo'lishi shart. Mana bu yerda son deb yozib, son degan layer mumkin emas. Font degan layer bo'lishi kerak. Font degan so'zni tushunib aktiv belgilaymiz. Mana. Aktiv belgilash sharti emas, nomini to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Fontni ichiga mana rosa ketilga bilan kirgan bo'lishi kerak. Bo'ldi. Qaysini belgilash farqi yo'q. Bu shablonda o'quvchining ismi yo'q. Shuning uchun qiladigan ishimiz mana papkani linkini kopiya qilib olamizda. F3 qilamiz, portret ismi bilan qilamizda. Shunga qo'yib yuboraman men. Papka link kiritaman men. Oxirgi bosaman. Ana belgilayapman. Ism portretga, bu ism portretga. Hozir ism yo'q, ism belgilamadim deyapti. Ism portretga qo'yib mana ism portret qo'yib любой narsa belgilasangiz ham qiziq yo'q. Lekin ism yoziladigan portretda ismni aktiv belgilash kerak. Har doim bo'lmasa ishlamaydi tizim. Hozir bu ism portret bo'lgancha любой layerda belgilaysiz, F3 ni bosib, ism portret qilib shunga qo'yaman. Papka link kiritib, bazani qidiryapman endi. F3 ism portret. Mana bu link kiritib okni bosaman. Yarim avtomatik qo'yardim deyman. Mana oddiygina masalan har bir tarafni qiladigan ishingiz faqat shu sal katta kichikni to'g'rilab enter bosib tursangiz bo'ladi. Portret mana bu taxlab chiqish juda ham murakkab emas. Bitta sinfga o'zi 1 minutdan vaqt ketmaydi. Ayniqsa yarim avtomatik birinchisini to'g'rilab olsangiz, keyingisi o'shanga avtomatik to'g'rilanadi. Sal uzoq-yaqinga qarab qo'ysangiz bo'ldi. Birinchi ayniqsa boshqa shiftga tegib qolmasa, ko'p yaqin bo'lib qolmasa bo'ldi. Mana portretni tayyorlab bo'ldik. Yana bitta mayl bonusiga o'qituvchiga qilib beramiz deganmiz. O'qituvchining rasmini tashlaymizda. Endi o'qituvchining papkasi kopiya bo'lib ketmasligi uchun F3 ni bosib, donaga kirib portret ismsiz tanlaymiz. O'qituvchining rasmini tashlaymiz. O'qituvchi ism dona har doim shunga o'tadi avtomatik. Mana o'qituvchini ham qo'shib yubordik. Ketdi. Endigi qiladigan ishimiz o'quvchilar birinchilik qo'yib chiqish bo'ladi. O'quvchilarni birga qo'yishda esingizdan chiqmasin. Qaysi o'quvchi biriga turadigan bo'lsa, o'shani aktiv belgilashga majbur, boshqa yo'l yo'q. Masalan, mana bu o'quvchini o'rniga boshqalar o'tishi kerakmi? Mana shu o'quvchini aktiv belgilangda. Qarang, aktiv belgilaysizda F10 ni bosasiz. Bosh so'raydi, o'quvchi birga qo'yaymi deydi. Hani bosasiz, bo'ldi. Bir 20 sekund ham ketmay, butun boshli sinfda bolalarni birga qo'yib chiqadi mana. Qilishingiz faqat ko'rib turish bo'ladi. Tartib bilan o'zgarib ketadi. Biz raqamlagancha o'sha raqam o'sha tartib bilan o'zgarib ketyapti. Hatto siz sezmaysiz, qanday qilib birga o'tganini bilinmayapti hozir bu videoda. Mana tayyor bo'lgandan keyin avtomatik shubha ochilar. Ko'rdingizmi? Mana birga o'tgan o'quvchining fayl nomiga mana chotka taxlab o'zgartirib bergan mana. Bu papka ham tayyor. Endi chiqaradigan rasmimiz mana bu rasmni olamizda. Alt shift ketilani bosangiz bo'ldi mana. Ikkalasi ham tushadi dasturga. Ketdi. Hamma tayyorlangan rasmlar mana tayyor degan papkaga tushdi. Ko'rdingizmi? Mana qarang, faqat bitta muammo bo'lyapti. Endi bu yerda qarang 29 ta, mana bu yerda 28 ta. Chunki o'qituvchi bitta ko'p chiqqan. Endi qaysi o'quvchi duplikat qilishga, buni siz ruchdan ham qilib o'tirmang. Keyin yana bitta muammo bor. Qarang. Mana bu yerda masalan 14 ta bola bor. 14 24, lekin eng ana 14 24 degan mashinkada rasmi yo'q. Siz buni 20 30 qilib chiqishingiz kerak. Uning uchun bittalab yana 20 30 qilib yotmang. Xohlagan rasmni hammasini birdan dasturga tashlang yoki papkani linkini shunday kopiya qiling, oson yo'li. F7 ni bosasiz, 20 30 qilish degan knopka bor. Bitta bosasiz, boshlash qilib, papka linkini kiritasiz, bo'ldi, kutib turasiz. O'zi dasturingiz har bitta rasmni o'sha 20 30 ga kesib, kadrovka qilib, sizga ustimani saqlanib taxlab beradi. Ko'ryapsizmi mana? Tartib bilan o'zgaryapti. Tayyor mana. Mana 20 millimetrgacha.
Mana tayyor bo'ldi bu yog'i ham. Endi buni chiqarmoqchisiz, ha? Chiqarish uchun nima qilinadi desangiz, masalan, siz buni chiqarmoqchisiz. Oldin buni kopiya tashlab oling, masalan, pechat ga deb papka ochamiz-da, masalan, bu yerga mana shu papkani tashlaymiz. Tashlaymizda, mayli, nolni tayyorni o'rniga ana sinf bilan maktab raqami yozamiz, masalan, 10-maktab 11A deb yozdik-da, bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz qarang. Mana shu papkaning ichidan kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib olgan paytimizda qarang, sizga dehqoncha ko'rsataman. Rasmxonalar, masalan, bular sonini bilish kerak-da. Buni siz onun uchun 20-30 papka ochishingiz kerak, keyin mana virzatov ichib 1 deb papka ochib tashlashingiz kerak. Hozir bitta misol ko'rsatmasam bo'lmasa, men tayyorgan papkani bu yerga tashlayman. Mana. O'zingiz ruchnoy qilsangiz qancha qiynalasiz? Mana qarang, biz o'tgan yil ko'p muammo bo'lgan, mana qarang. Birinchi o'rinda masalan mana 20-30 yozdik, qarang. Mana sonini 1 deb yozganmiz. Keyin mana buni 30 ga 40 deb papka ochganmizda. Mana bu yerda o'quvchi sonini sanaganmiz. 28 dan mana bu yerga 28 yozaydik. Mana bu xayol bilan 3 yozilib ketgan payti bo'laydi, keyin 28 ta o'quvchi 3 nusxa chiqib ketgan bo'laydi. Rasmga tashlab beryapmiz, 3 nusxa chiqarib olgan payti bo'ladi. Yoki yana bitta muammo bo'lgan. Masalan, mana papkada 29 ta bola. Ko'ryapsiz? Lekin mana bu yerda biz xayol bilan o'qituvchimizga esdan chiqarib qo'ygan paytimiz bo'ladi. Mana bu 29 28 ta chiqib ketadi. Bunga ishonib mana buni 28 yozib olgan paytimiz bo'ladi. Ayniqsa mana 03 yozuv ko'p ketib qoladi. Shoshilishda ko'p xato qilganmiz. Yoki mana bu papka nomini o'tsa qilay, tashlab olgan paytlarimiz bo'ladi. Mana shunaqa xatolik bo'lmasin desangiz, mana tayyor papkani o'chiraman-da. Mana bu yerda ko'rsataman mana. 01 mana 01 papkaga o'quvchining portreti turishi kerak. 03 papkaga o'quvchilar birga qo'yilgan turishi bu majburiy. Mana qo'shimcha papkalar bu bo'lish bo'lmasligi muhim emas, chunki ba'zi ventikalar ikkitalik, old orqa ventikalar bu papka aniq bo'lmaydi. Endi qiladigan ishimiz, papkani linkini kopiya qilamiz. Kopiya qildik. F4 ni bosamiz, qarang. Pechat rasmdan nomlash degan knopka bor, ustiga bosamiz, boshlash qilib. Stavit qilamiz, okni bosamiz. Qarang, endi bu hisoblayapti. 01 papkada bitta rasm ko'pligini hisoblayapti-da, yozuv chiqarsa, ustoz portreti uchun bitta rasm ko'paytirish qilyapmiz. Hani bosamiz. Bu yerda o'quvchi chiqadi. Qaysi o'quvchining rasmini ikkita qilay deyapti. Endi biz Barnon tanlayman. Birdagi o'quvchining o'zi avtomatik rasmi ikkita bo'lsin deymiz. Ketdi. Barnon rasmi ikkitaga ko'paydi. Endi bu rasmlarni sarf qilishni boshlayapti. Bo'ldi, tayyor. Mana, ko'rdingizmi? Pechatga degan papkani ichida mana 20-30 papka ochib qarang. Rasmxonaga tushunarli bo'lsa bittadan deb yozib papkani nomiga. Ichini ochsangiz mana 29 ta o'quvchi rasm bor. Ko'rdingizmi? Keyingisi 30 ga 40 ta papka ochyapti. 30 ga 40 ham shunday mana. Bittadan deb yozilgan. Mana Barnon rasmi ikkita bo'ldi, ko'rdingizmi? 01 deb yozib qo'ydi oldinga. 29 mana bu ham 29 tadan deb yozildi. Mana shu pechatga berish mana shu knopka bilan son qo'ysangiz, birinchidan vaqtida tejalar, ikkinchi aniqlik ishlaydi, hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Mana vinitkalarda mana bunday raqamlab pechatga tayyor tashlashda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hattoki TX vinitkalarda xuddi mana shunaqa ajratib beradi o'sha razmerga moslab. 10 ga 30 deb papka ochib, ichiga sonigacha yozib beradi.